Daromadni 3 qismga bo'lamiz. It's perfect, it's normal, it's nice. This boss. Shoshmang. Ya, assalomu alaykum. Ko'rishgandan xursandman. Mana, qani, ketdikmi? Buni qarangki, ikkita qorako'z o'zbek chet elda uchrashib, shunaqangi katta bir loyihani imzolaydi deb kimni tushiga kiribdi. Shaxsan men juda ham xursandman. O'zbeklar dunyoni hamma joyda borligi biz uchun, vatanimiz uchun katta yutuq. Albatta, siz haqsiz. Demak, sizning kompaniyangiz bilan uzoq yillar teng sherikchilik asosida ishlashga biz rozimiz. Siz ham illikka-illik asosida ishlashga menimcha qarshi emassiz. Albatta. Rozi bo'lsangiz, xayrli bo'lsin. Shoshmang. Ustozim katta bo'lsang biznesda ham bo'lasan dedilar. Ilohim bolam, ustozing aytganday dunyo tan olgan, vataniga naf tegadigan tadbirkorlardan bo'lgin bolam. Faqat bir gapimni hech qachon esingdan chiqarma. Biror joyda kim bilandir sherikchilik ish qiladigan bo'lsang, albatta Allohni uchinchi sherik qilgin. Ya'ni daromadingni, topgan pulingni bir qismini Alloh yo'lida ajratgin. Baba, hamma narsani Alloh beradi-ku. Nima uchun pul berishimiz kerak? Voy bolam ey. Alloh bandalarini hech narsasiga muhtoj emas bolam. Alloh biror insonga mol davlat bersa, unga yetim, miskinlarni ham haqqini qo'shib beradi bolam. Lekin insonlar nafsiga yengilib, ularni haqqini berishni unutib qo'yadi. Bolam, mol davlat, boylik, bularning hammasi sinov bolam. Hozir bir ish qilamiz. Daromadni 3 qismga bo'lamiz. Siz, men, 3-sherigimiz Alloh bo'ladi. Siz bilan hamkorlikni tanlab, men adashmagan ekanman. Bilasizmi, menda bir savol bor edi. Siz AQShda, men esa Koreyada bo'lsam, haqiqiy haqdorlarni qanaqa qilib aniqlaymiz? Bunda bizga vaqf xayriya jamoat fondi yordam beradi. Ham rasmiy, ham ishonchli. Ular bilan ehsonlarimiz haqiqiy haqdorlarga yetib boradi albatta. Biz kabi xorijdagi yurtdoshlar uchun Vaqf fondi saytida Visa va Mastercard orqali, shuningdek, Play Marketdan Vaqf ilovasini ko'chirib olib, o'tirgan joyimizdan xayriya qilish imkoni yaratildi. Shu yo'l bilan biz vatandoshlarimizga, dardmandlarga, ehtiyojmandlarga hamda yetim yesir miskinlarga o'zimizni yordam qo'limizni cho'zamiz. Marhamat. Xayrli bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Vaqf xayriya jamoat fondi.